Biz buni uddaladik, qo'rquvimizni yengdik. To'g'rimi? Ha, Hoyrik, juda xafa ko'rinyapsiz va bilasizmi, qayg'uyingizga sababchi bo'lyapman deb qo'rqyapman. Bu tufayli hali ham tuynukdamiz deb o'yladim. Ha, to'g'ri gaplarni mendan oldin aytganingda rostdan qo'rqib ketaman. Shunday ekan, ha, 100% ishonchim komilki biz. Jennerson, bu joy teshikni o'zginasi. So'zlarni o'ynama, Morti. Bu yerda qutulish uchun qaysi qo'rquvimiz rost ekanligini bilish kerak. Rostakam qo'rquv. Ha, qo'rqadigan narsalaring haqida gapir. O'ylab ko'raman. Sizni rafiqangizdan qutqarish uchun o'zimni tom ma'noda sharmanda qildim. Sizningcha mendami o'sha yengilmagan qo'rquv? Qo'rqayotganingizni tan olmaganingiz uchun bu yerda umrbod qolib ketamiz deb qo'rqyapman. Juda soz. Barakalla. Qo'rquvni yengdingmi? Menimcha ha. Buni bilishning yo'li bormi? Menimcha hammasi joyida, aniq bilaman. Nimadadir ishonchingiz komil bo'lsa-da, xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqmayapsizmi? Qo'rqoq gavnyu. Men qayerda